O'rtoqlar, men mana shunaqa hikol quyonlarni boshlaganimga, boqishni boshlaganimga hech qancha vaqt bo'lgani yo'q. Bo'lsa bir 6 oycha bo'ldi shekilli. Bunaqa taylarni tozalab, apelka sepib, har 2 kunda bir toza qilib, shipirib, apelkalar sepib, taylarini quruq qilib. Mana taylarini quruq qilib, ularga bu yoqni butunlay qoldirdim. Yo'llarini chiroq tozalab. Toza qilib, yig'ishtirib, 2 kunda bir tozalab turaman. Musorlarni qoplarga, paketlarga solib chiqib. Bizda erkak quyonlar 3 ta deb kecha gapirdim videomda. Bizning eng katta quyonimiz mana Hikol zotli quyon boqaman men. Mana bugun shuncha paytdan beri bo'lmagan voqea bo'libdi. Mana bugun erkak quyonimiz jangga kiribdi. O'zidan 6-7 oylik kichkina quyon bilan urushib, rosa jangu jadal olib borishibdi. Nimani talashganini endi o'zingizlar bilib qo'yaverasizlar. Sherigini ham ko'rsataman hozir. Mana ahvol endi ishqilib o'zi tuzalib ketsin, yulibdi bir-birlarini. Katta jang bo'libdi. Men bilmay qolibman. Katagidan chiqib ketib qolishibdi-da bular. Katta mana chiqqanda asosiy. Narigini men o'zim qo'yib yubordim, aylanib yuradi deb. Bu o'zi katagini buzib chiqibdi. Ko'rib, qiz bola deb o'ylaganmi, nima deb o'ylagan Xudo biladi. Ikkinchi jangchi quyonimiz mana amakisini hamma joylarini tishlab, endi katta-da u. Bu 6 oylik bu. O'zini himoya qildi. O'zi aytayapti, mana hamma joyiga qonlar. Bu ham tishlagan buni, terisini qiz bola deb o'ylaganda. O'zi ixchamgina ligi uchun qiz bola deb o'ylagan. Mana hamma joylarini qon qilib tashlabdi. Mana biz shunaqa to'polonchi quyonlarimiz bor. Mana taraqlatyapti, mana taraqaturuq. Hamma joy taraqaturuq qiladi har kuni. Bu ikkalasi mana to'polonchi. O'shaning uchun men bularni bitta-bitta qo'yib yuboraman. Bir aylanib kelsa, jim o'tirarmikin degan niyatda qo'yib yuborsam, ana katta anaqa quyon chiqib olibdi-da. Bular mana shunaqa qilib timtalarib anaqani katayda nima qilib teshib qo'yishar ekan, mana qilib yonidan. Teshgan mana shuni, urg'och quyon teshgan buni. U katta quyonni qamaganimizda mana shundan osongina chiqib olibdi.